Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimizning qadrli obunachilari. Bugungi suhbatimiz rostini aytsam, har birimizning kelajagimizga bevosita ta'sir qiladigan eng dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega mavzulardan biri haqida bo'ladi. Men sizlarni ortiqcha sarlavhalar bilan chalg'itmoqchi emasman. Shunchaki to'g'ridan to'g'ri gapga o'taman. O'zbekistonda pensiya tizimida jiddiy va fundamental o'zgarishlar yuz berdi. Pensiya bo'yicha yangi qaror qabul qilindi degan xabarlar ko'pchiligingizni o'ylantirib qo'ygani aniq. Bu ma'lumot, takror aytaman, nafaqat hozirda pensiya oluvchilar, balki kelajakda pensiyaga chiqishni kutayotgan, ya'ni ishlayotgan har bir fuqaro uchun kritik darajada muhimdir. Agar siz kelajakda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishni istasangiz, ushbu videoni bir daqiqasini ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingizni qat'iyan tavsiya qilaman. Aynan hozirda agar siz hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bu juda katta xato bo'ladi. Darhol obuna tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang, chunki bu ma'lumotlarning boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Biz boshladik. Pensiya tizimidagi o'zgarishlarning mohiyati keling. Avval pensiya tizimi qanday ishlaganini va endi nimalar o'zgarganini aniq misollar bilan tushuntirib beray. Avvallari pensiya hisoblash jarayoni nisbatan sodda. Ammo ba'zi holatlarda adolatsizlik tuyulardi. Odatda pensiya miqdorini aniqlashda sizning so'nggi 5 yillik ish haqingiz yoki butun mehnat faoliyatingiz davomidagi eng yuqori daromadli 5 yil tanlab olinardi. Bu yondashuv bir tomondan yuqori maoshli davrni tanlash imkonini bergan bo'lsa, ikkinchi tomondan uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilib, lekin oxirgi yillarda yoki aniq bir davrda yuqori maosh olmagan fuqarolar uchun adolatsiz holatlarni yuzaga keltirar edi. Oddiy qilib aytganda, agar siz butun umr pastroq maoshga ishlagan bo'lsangiz, faqat oxirgi 5 yilda yaxshi pul topgan bo'lsangiz, pensiyangiz juda yaxshi bo'lishi mumkin edi. Aksincha, agar siz yoshligingizda juda katta maosh olgan bo'lsangiz, lekin pensiyaga chiqishga yaqin qolganda biror sabab bilan maoshingiz kamayib ketsa, bu sizning pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Shuningdek, bu tizimda norasmiy bandlik masalasi juda katta muammo hisoblanar edi. Ya'ni, agar siz norasmiy ish bilan band bo'lgan bo'lsangiz, bu davr pensiya stajingizga kirmasdi va uning uchun hech qanday ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmasdi. Endilikda mamlakatimizda pensiya tizimiga tubdan yangi yondashuv joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya hisoblashda nafaqat ma'lum bir 5 yillik davr, balki sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi rasmiy ish haqi va uning asosida qilingan sug'urta badallari inobatga olinadi. Bu esa pensiya koeffitsiyenti deb ataladigan yangi tushunchani paydo qiladi. Pensiya koeffitsiyenti bu sizning har bir yildagi oylik daromadingizning respublika o'rtacha oylik ish haqi darajasiga nisbati. Agar sizning ish haqingiz respublika o'rtacha ish haqidan yuqori bo'lsa, koeffitsiyentingiz birdan yuqori. Past bo'lsa, birdan past bo'ladi. Ana shu koeffitsiyentlar har bir yil uchun hisoblanib, keyin ularning o'rtacha qiymati pensiyangizni belgilashda asosiy omil bo'ladi. Shunday qilib, yangi tizimda har bir yillik rasmiy mehnat stajingiz va har bir oylik qilingan rasmiy sug'urta badalingiz muhim ahamiyat kasb etadi. Bu birinchi navbatda adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, Urbot hol va rasmiy mehnat qilgan fuqarolarning pensiyasi adolatli hisoblanishini ta'minlashni maqsad qiladi. Pensiya hisob-kitoblarining yangi tamoyillari, siz nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga tashvishlanish shart emas? Keling, yangi tizimning mohiyatini yanada chuqurroq tushunish uchun batafsil tahlil qilamiz. Siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihat shundaki, endilikda sizning butun mehnat daftarchangiz va shu bilan birga har bir ishlagan yilingiz uchun amalga oshirilgan barcha sug'urta badallaringizning to'liqligi va muntazamligi pensiya miqdorini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Davlat tomonidan pensiya fondiga rasman o'tkazilgan har bir tiyin endi sizning kelajakdagi pensiyangizning poydevoridir. Bu faqatgina staj haqida emas, balki staj davomidagi rasmiy daromad va uning asosida qilingan to'lovlar haqida hamdir. Kim tashvishlanishi kerak? Bir norasmiy bandlik tajribasiga ega bo'lganlar. Agar sizning mehnat faoliyatingizda uzoq muddatli norasmiy ish davri mavjud bo'lsa yoki umuman norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiya hisob-kitobida bu davrlar hisobga olinmaydi. Avvallari ba'zilar norasmiy ishlagan bo'lsa ham, keyinchalik rasmiy ishga o'tib, oxirgi 5 yillikdagi maoshlari orqali yaxshi pensiyaga chiqishga umid qilishardi. Endi bu mexanizm ishlamaydi.
sizning norasmiy ishlagan yillaringiz uchun hech qanday sug'urta badallari to'lanmagani sababli bu davrlar pensiya koeffitsiyentinizni umuman oshirmaydi. Misol tashvishlanuvchi holat aytaylik. 55 yoshli Komil aka 20 yil davlat korxonasida rasman ishlagan, keyin esa 15 yil davomida xususiy sektorda bir nechta joyda norasmiy mehnat faoliyatini olib borgan. Oldingi tizimda Komil aka oxirgi 5 yillik rasmiy stajini yaxshi maosh bilan yopgan bo'lsa, uning pensiyasi yaxshi bo'lishi mumkin edi. Biroq yangi tizimda Komil akaning norasmiy ishlagan 15 yillik tajribasi umuman hisobga olinmaydi. Uning pensiyasi faqatgina rasmiy ishlagan 20 yil va shu davrdagi sug'urta badallari asosida hisoblanadi. Faraz qilaylik, oldingi tizimda u yillikdagi million so'm pensiya olishi mumkin bo'lgan bo'lsa, yangi tizimda uning pensiyasi birdi. 2 million so'mdan oshmasligi mumkin. Bu esa Komil aka uchun jiddiy yo'qotishdir. 2. Rasmiy stajda uzilishlar yoki kam to'lovlar bo'lganlar. Astirish: agar sizning mehnat daftarchangizda rasmiy ishdan bo'shatilgan yoki ishlamagan davrlar ko'p bo'lsa, yoki ish beruvchingiz sug'urta badallarini muntazam ravishda yoki to'liq hajmda to'lamagan bo'lsa, bu ham pensiyangiz miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir uzilish yoki kam to'langan davr pensiya koeffitsiyentini pasaytiradi. Astirish: misol 2 tashvishlanuvchi holat. Dilbar opaning umumiy staji 30 yil bo'lsa-da, shu yillar davomida bir necha marta ishdan bo'shagan va 2-3 yillik ishlamagan davrlar mavjud. Yoki bir nechta joyda ishlaganda ba'zi ish beruvchilar uning uchun sug'urta badallarini to'liq to'lamagan. Oldingi tizimda uning eng yuqori 5 yillik maoshi pensiya uchun asos bo'lganda pensiyasi 25 million so'm bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda esa uning ishsiz o'tgan yillari va kam badal to'langan davrlari umumiy pensiya koeffitsiyentini pasaytiradi. Natijada pensiyasi 2 million so'mga tushib qolish ehtimoli bor. 30. Pensiyaga yaqin qolganlar va hali yetarli stajga ega bo'lmaganlar. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, ammo mehnat stajingizning minimum talab bajarilmagan bo'lsa, masalan, ayollar uchun 20 yil, erkaklar uchun 25 yil, sizning ahvolingiz murakkablashishi mumkin. Yangi tizimda bu talablarga bo'lgan e'tibor yanada oshadi. Kimga tashvishlanish shart emas yoki hatto foydali bo'lishi mumkin. Biri: uzoq yillar davomida rasman va uzluksiz mehnat qilganlar. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ish bilan band bo'lib, ish beruvchingiz har oyda sizning ish haqingizdan ijtimoiy sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'liq hajmda to'lab borgan bo'lsa, sizga tashvishlanishga hojat yo'q. Aksincha, yangi tizim siz uchun yanada adolatliroq bo'lishi mumkin. Chunki sizning har bir mehnatingiz yillik pensiya hisob-kitobida o'z aksini topadi. Misol uchun foydali holat. 45 yoshli Nigora opaning 25 yillik uzluksiz rasmiy mehnat staji bor. U doim davlat tashkilotlarida ishlagan va uning maoshi doimo respublika o'rtacha ish haqidan yuqori bo'lgan. Oldingi tizimda uning pensiyasi biri 6 million so'm bo'lishi kutilgan bo'lsa, yangi tizimda uning har bir yil uchun yuqori pensiya koeffitsiyentlari umumiy pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Masalan, uning pensiyasi 29 million so'mga yetish ehtimoli bor. Bu holatda yangi tizim uning uzoq yillik halol mehnatini yanada yuqori baholaydi. Ikkisi doimiy ravishda yuqori rasmiy ish haqi olganlar. Agar sizning rasmiy ish haqingiz doimo respublika o'rtacha ish haqidan sezilarli darajada yuqori bo'lib kelgan bo'lsa, sizning pensiya koeffitsiyentingizni sezilarli darajada oshiradi va natijada pensiyangiz miqdori ham yuqori bo'ladi. Sizning har bir yildagi yuqori daromadingiz endi hisob-kitobga kiritiladi. Yosh va hali ish faoliyatini boshlayotganlar, bu o'zgarishlar ayniqsa yosh avlod uchun muhim bir saboq bo'lishi kerak. Endi faqat rasmiy ish bilan shug'ullanish va har bir ish joyida to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilayotganiga ishonch hosil qilish juda muhim. Bu sizning kelajakdagi pensiyangiz kafolatidir. Xulosa qilib aytganda, yangi tizim shaffoflikni oshirishga va har bir fuqaroning pensiyasini uning mehnat hissasi asosida aniq va adolatli hisoblashga qaratilgan. Bu tizimda qora ish haqi yoki norasmiy bandlik uchun joy yo'q. Istisnolar. Kutilmagan qoidalar va nozik jihatlar pensiya tizimidagi har qanday yirik islohotda istisnolar, o'ziga xos qoidalar va kutilmagan nozik jihatlar bo'ladi. Yangi tizimda ham bunday holatlar mavjud bo'lib, ularni bilish siz uchun juda muhim. Bir, maxsus toifadagi fuqarolar uchun istisnolar, imtiyozli pensiya huquqiga ega bo'lganlar har doimgidek. Ba'zi kasb egalari yoki maxsus sharoitlarda ishlagan fuqarolar uchun imtiyozli pensiya shartlari saqlanib qoladi. Masalan, osti ishlari
zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, harbiy xizmatchilar, shuningdek ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshi, staj talablari va pensiya hisoblashning o'ziga xos qoidalari mavjud. Yangi tizimda ularning asosiy imtiyozlari saqlanadi, ammo ularning pensiyasining miqdorini aniqlashda umumiy pensiya koeffitsiyenti baribir hisobga olinishi mumkin. Ya'ni ularga yosh bo'yicha imtiyoz berilsa-da, pensiya miqdori baribir staj davomidagi rasmiy to'lovlar hajmiga bog'liq bo'ladi. Asterisk nogironligi bo'lgan shaxslar. Asterisk ularning pensiya ta'minoti ham alohida qonunchilik bilan tartibga solinadi. Ularga nisbatan staj talablari boshqacha bo'lishi mumkin. Ammo ular ham imkon qadar rasmiy mehnat faoliyatini yuritib, tegishli sug'urta badallarini to'lagan bo'lsalar, bu ularning pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi. 2. Asterisk kutilmagan qoidalar va nozik jihatlar. Pitfalls, asterisk raqamli ma'lumotlar bilan bog'liq muammolar. Barcha ma'lumotlar raqamlashtirilgan bo'lsa-da, avvalgi yillarda qog'oz shaklida yuritilgan mehnat daftarshalari yoki ish haqi ma'lumotlarida xatolar yoki nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Ba'zida ish beruvchilar ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan yoki umuman taqdim etmagan holatlar uchraydi. Bu sizning pensiya stajingizda yoki maosh ma'lumotlaringizda oq dog'lar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatda sizning ishingiz qiyinlashadi. Chunki bu ma'lumotlarni tasdiqlash uchun ko'proq hujjatlar talab qilinadi. Asterisk sug'urta badallarining to'liqligi. Ba'zi ish beruvchilar xodimlarning ish haqini rasman pastroq ko'rsatib, konvertda ish haqi berish amaliyotini qo'llashgan. Agar siz shunday korxonada ishlagan bo'lsangiz, sizning pensiya koeffitsiyentingiz rasman ko'rsatilgan past maosh asosida hisoblanadi. Bu esa siz kutgan pensiya miqdoridan ancha kam bo'lishiga olib keladi. Bu esa juda katta qopqon bo'lib, kelajakda minglab fuqarolar uchun muammoga aylanishi mumkin. O'qish yoki harbiy xizmat davrlari. O'qish davrlari oliy o'quv yurtlarida, kasb-hunar kollejlarida kunduzgi bo'limda o'qish va harbiy xizmat davrlari avvallari stajga qo'shilgan. Yangi qoidalar bo'yicha bu davrlar stajga hisoblanaveradi. Lekin bu davrlar uchun sug'urta badallari to'lanmagani sababli ular pensiya koeffitsiyentiga bevosita ta'sir qilmaydi. Ya'ni ular sizning qo'shimcha koeffitsiyent ballaringizni oshirmaydi. Bu o'ta nozik bir jihat bo'lib, ko'pchilik aynan shu yerda chalkashib ketishi mumkin. Staj hisoblanishi bilan pensiya miqdori hisoblanishi bir xil narsa emasligini tushunish kerak. Staj faqatgina pensiyaga chiqish huquqini beradi, miqdorini emas. Asterisk ijtimoiy nafaqalar va pensiya. Mehnat stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun davlat tomonidan tayinlanadigan ijtimoiy nafaqalar ham mavjud. Yangi tizim ushbu nafaqalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Biroq uzoq yillar mehnat stajiga ega bo'lganlar uchun pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq yanada yaqqol ko'zga tashlanishi mumkin. Bu jihatlarni tushunish sizning pensiya rejangizni tuzishda va kelajakdagi pensiyangizni to'g'ri baholashda juda muhimdir. Har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy maslahat olishdan erinmang. Amaliy maslahatlar. Siz nimalar qilishingiz kerak? Aziz do'stlar, men yuqorida aytib o'tgan barcha ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, endilikda har bir fuqaro o'z pensiyasi taqdiriga yanada jiddiy yondashishi shart. Shunchaki kutib o'tirish yoki bilmadim deyish kelajakda sizni juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Quyida men sizga aniq va amaliy qadamlar bo'yicha ko'rsatmalar beraman. 1. Ish stajingizni va sug'urta badallari to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda siz mytok.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirib, o'zingizning mehnat daftarchangiz va sug'urta badallari to'g'risidagi ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usul. Shuningdek, siz doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz ham mumkin. Nimalarni tekshirish kerak? Sizning mehnat stajingizdagi barcha davrlar to'g'ri ko'rsatilganligini, ishdan bo'shatilgan yoki qabul qilingan sana va buyruq raqamlari aniqligini, eng muhimi, har bir ish joyingiz uchun ijtimoiy sug'urta badallari to'liq va muntazam ravishda to'langanligini tekshiring. Maosh ma'lumotlaringizdagi raqamlar sizning haqiqiy olgan maoshlaringizga mos kelishini solishtiring. 2. Asas mavjud nomuvofiqliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish. Qanday harakat qilish kerak? Agar siz mytok.uz portalida yoki pensiya jamg'armasi bo'limida ma'lumotlaringizda xatoliklar, uzilishlar yoki sug'urta badallari to'lanmagan davrlarni aniqlasangiz, darhol chora ko'rishni boshlang. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi?
Sizga eski mehnat daftarchangizning asl nusxasi, ish joyingizdan berilgan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlarining nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar agar mavjud bo'lsa, shartnomalar, shuningdek, agar siz ilgari norasmiy ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrni tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, guvohlik beruvchi hujjatlar yoki sud qarorlari talab qilinishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasi va notarial tasdiqlangan nusxalarini tayyorlab qo'ying. Pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashing. İnternetdagi har qanday mish-mishlarga yoki noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Faqatgina rasmiy manbalarga va pensiya jamg'armasi mutaxassislarining malakali maslahatlariga tayanib ish qiling. Ular sizning shaxsiy holatingizni batafsil o'rganib chiqib, aniq yo'l yo'riqlar berishadi. Murojaat qilish uchun oldindan navbatga yozilish tavsiya etiladi. 4. Pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar uchun maxsus tavsiya. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz va stajingizda yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa, sizda hozircha imkoniyat bor. Siz hozirda rasmiy ishga joylashib, ish haqingizdan yuqori darajada sug'urta badallari to'lashingiz yoki qonunchilikda belgilangan tartibda o'z ixtiyoringiz bilan qo'shimcha badallar to'lash orqali yo'qotilgan stajni qoplash imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. 5. Yosh avlod uchun muhim chaqiriq. Ish faoliyatingizni boshlashingiz bilan faqatgina rasmiy ish joylarida mehnat qilishga intiling. Ish beruvchingiz barcha sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'liq to'layotganligiga ishonch hosil qiling. Har oyda ma'lumotlaringizni tekshirib turishni odat qiling. Sizning bugungi harakatingiz bu sizning kelajakdagi farovonlikka qo'ygan poydevoringizdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan pensiya tizimidagi global o'zgarishlar haqida juda muhim suhbat qurdik. Bu o'zgarishlar nafaqat bugungi kunimizga, balki kelajagimizga ham bevosita ta'sir qiladi. Men sizni yana bir bor ogohlantirmoqchiman. Yangi tizim har bir fuqarodan o'z pensiyasi uchun mas'uliyatliroq bo'lishni talab qiladi. Shuning uchun men bergan amaliy maslahatlarga amal qilib, o'z pensiya ta'minotingizni hozirdan o'ylashni boshlang. Yodingizda bo'lsin, bu ma'lumotni bilishning o'zi yetarli emas, balki unga amal qilish. Harakat qilish va o'z huquqlaringizni bilish hamda ularni himoya qilish muhimdir. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki o'zingizning shaxsiy tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Har bir fikr va savol biz uchun qadrli. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham siz uchun shunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni tayyorlashda ilhom beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.